Nihoyat Mac foydalanuvchilari uzoq kutgan yangilik bizaga yetib keldi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Mac foydalanuvchilari uchun yangilikning yaxshisi bor, xudo xolisa. FL Studio 2026-versiyasi chiqqan. Buni Mac foydalanuvchilari uzoq kutgan edi, bizaga yetib keldi. Hozir FL Studioga mana kirib ko'rsatamiz. FL Studio ochdi, yaxshi ishlayapti, tekshirdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizga nimaga aynan 2026-yilgi versiyaga o'tishingizni 3 ta sababini sanab beraman. Birinchi sababi Apple Silicon, ya'ni M1, M2, M3, M4, M5 chiplari uchun to'liq nativ ishlash, ya'ni Rosetta endi sizga kerak bo'lmaydi. Ikkinchi sababi yangi Audio Workgroup API. Bu yerda audio uzilishi, ya'ni zadержкаlar kamaytirilgan. Uchinchi sababi FlexSynth butunlay yangi dvigatel bilan qayta qurilgan. Aynan bu yerda CPU ga, ya'ni protsessorga kamroq nagruzka tushadi. Kimga Mac OS yoki Windows uchun aranjirovka, сведение, mastering uchun VST pluginlar kerak bo'lsa, MHM Computers xizmatingizga tayyor.